Bilasizmi, nima uchun hozirgi 25 yoshli yigitlarda 60 yoshli insonni jinsiy muammolar kuzatilyapti? Nima uchun yosh oilalar 1 yil o'tmasdan bir-biriga sovuqlashib bormoqda? Sababi faqat jismoniy charchoqda emas, sababi mana bu yerda, bizning miyamizda. Bugun biz ko'pchilik uyalib gapirmaydigan, lekin erkaklik tabiatini ildizi bilan yo'q qilayotgan ekran pandemiyasi. Ya'ni boshqacha aytganda, o'sha platformalar, o'sha gadjetlar haqida gaplashamiz. Agar sizda ham hayotingizda qandaydir sovuqlik bo'layotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun deb ayta olaman. Mavzuni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sababi biz maksimal darajada sizlar uchun foydali videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Inson miyasi million yillar davomida shakllanib kelgan. Tabiat qonuniga ko'ra erkak kishi munosabatlar uchun kurashishi, harakat qilishi kerak edi. Hozirchi shunchaki bitta tugmani bosish orqali miya soxta jinsiy g'alabani qo'lga kiritadi. Natijada nima bo'ladi? Miya haddan tashqari ko'p dopamin oladi. Bu shunday kuchli mediator hisoblanadi-da, uni dozasiga o'rganib qolgan miya uchun real hayotdagi munosabatlar endi prosta zerikarli bo'lib qoladi. Bu xuddi har kuni shirinlik yegan odamga oddiy nonning mazasi bilinmay qolgandek gap. Siz kasal emassiz, siz shunchaki prosta virtual tuzoqqa tushib qolgansiz. Androlog sifatida shuni aytamanki, bu jarayon organizmda zanjirli reaksiyani boshlaydi. Birinchidan bu psixogen erektil disfunksiya, ya'ni miyani aynan bu muammoga o'rganib qolish holati. Jismoniy sog'lom bo'lsangiz ham miyangiz real aloqaga buyruq bermay qo'yadi. Ikkinchidan libidoni pasayishi. Sizda xohish so'nadi, chunki nimaga? Miya virtual dunyodagi soxta ideallikni qidira boshlaydi. Bu holat vaqt o'tishi bilan turg'unlikka va chanoq sohasidagi qon aylanishini buzilishiga olib keladi. Natijada esa haqiqiy andrologik kasalliklar boshlanadi. Xo'sh, bu vaziyatdan chiqishning yo'li o'zi bormi? Mana shunday savol uchun aniq ayta olaman, albatta bor. Birinchisi bu 30 kunlik raqamli sukunat. Miyadagi dopamin retseptorlarini reset qilishning yagona yo'li bu sun'iy qo'zg'aluvchanliklardan voz kechish. 30 kun chidash kerak. Oradan 2 hafta o'tib hayotning haqiqiy ranglarini va tuyg'ularni qaytadan his qila boshlaysiz. Ya'ni telefonlar, shunga o'xshash narsalardan 30 kunga voz kechish kerak. Ikkinchisi bu fizik faollik va qon aylanishini yaxshilash. Kuniga kamida 45 daqiqa faol piyoda yurish yoki sport bilan shug'ullanish, testosteronni tabiiy ravishda ko'tarishni harakatdan qilish kerak. Tana harakatga kelsa, miya ham tezroq uyg'onadi. Ichki resurslarni tekshirish esa uchinchi sabab. Agar hayot tarzingizni o'zgartirsangiz, lekin baribir quvvat yetishmasa, demak tana ichki zaxiralarini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda mutaxassisga murojaat qilib, gormonlar balansi va vitaminlar darajasini tekshirish kerak. Uyda o'zingizga hech qanday dori tanlamang. Asosiysi, bu narsalar ham sizga yordam bera olmasa, albatta shifokorga murojaat qiling. Ya'ni o'z qabuliga boring. Do'stlar, bu muammo ayb emas, bu zamonaviy hayotda og'ir asob. Agar sizda ham o'zingizga ayta olmagan, uyalayotgan savollaringiz bo'lsa, izohlarda anonim tarzda qoldirishingiz mumkin. Biz sizlarga mutaxassis sifatida javob berishga harakat qilamiz. Videoni do'stingizga ham ulashib qo'yishni tavsiya qilaman, chunki bu ma'lumotlar kimningdir oilasini saqlab qolishi mumkin. Bu videodan qandaydir darajada o'zingiz uchun foyda olayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Imkon darajasida harakat qilinglar mana shunaqangi virtual hayotdan chiqishga. Sababi aynan biz sanab o'tayotgan narsalar amalda siz hayotingizda kuzatilishi mumkin. Shuning uchun bu bo'yicha qanaqadir savollar yoki tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib qabulga tashrif buyurishingiz mumkin. Sizlar uchun maksimal darajada dunyo tibbiyoti hamda standartlarini asoslangan holatda to'g'ri yechimlarni qilib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.